Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşənlərdə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibində olub atqan muhim xəbərlərni huzurunuzda sunuşdurışımız. Amma bugün aldı bilən İstiqlal ailesi namıdan bütün dünyadakı əziz xalqımız, millətimizin uluq qurban heytini çin qalbimizdən təbriklayırıq. Rabbim barlıq qılğan əməllərini, şundaqla qılğan qurbanlıqlarını qəbul qılsın. Ve şundaqla Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'dan pat fürsətdə bunun oxşayan, qançılığan, güzel, xoşal xoramlıq heytlərini hör, müstəqil, aziz vətənimiz Şərq Türkistan'da təbrikləşki müyəssər qılışını tiləyimiz. Şundaqla Rabbimizdən bizlərə bunu müyəssər qıldığanlığına çin qalbimizdən işinimiz. Qanamsızlı qıtınlar ekranımızı olsun. Türkiyədəki təşkilat və cəmaətlər həmkarlıqni texmo küçəytdi. Yaqinqi bir hafta ichida Turkiyada faoliyat olib berayotgan tashkilotlar, guruhlar va jamoatlar Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyatini ziyorat qilib, da'vo sepidagi birlikni texmo kuchaytirdi. Turkiyada da'vo sepidagi o'xshamagan sohalarda aktiv faoliyat qilayotgan tashkilot guruhlardan Sharq Turkiston yangi nasil harakati, Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati va Ochil guruhi, shundaqla G'ulja, Qaraqash, Yakan, Ko'rla, Kuchar, Qaramay qatorliq yurtlarning munisbitlari, ilm ahllari va ziyolilarini o'z ichiga olgan jamoatlar yaqinqi bir hafta ichida ayrim holda Ma'rif jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxonni ziyorat qildi. Ziyoratchilarni Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon ishxonasida kutib oldi. Ziyorat jarayonida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, qilishga tegishli xizmatlar va diqqat qilishga tegishli nuqtalar muzokara qilindi. Ziyoratchilar muhojiratdagi Uyg'urlar gangrab qolgan, fitna fasod ko'payib qolgan bir vaziyatda da'vo sepida izchil tavranmay kelgan, o'z maydonida mustahkam turib xizmat qilib kelgan Ma'rif jamiyatini har vaqt qo'llaydiganligini bildirishdi. Hidoyatullo O'g'izxonmi ularning Sharq Turkiston da'vosiga ko'ngil bilib kelganligiga va jamiyatning xizmatlarini qo'llab-quvvatlaganligiga minnatdorligini bildirdi. Kuchlik tayfun bo'rini Xitoyda quruqlikqa chiqdi. Xinhua agentligi xabarida bildirilishicha, 9-avgust Xitoyning Zhejiang o'lkasida kuchlik tayfun bo'rini quruqlikqa chiqqan. Bo'ron markazining shamol kuchi 17 balga yetgan bo'lib, bu Xitoy bu yil duch kelgan eng kuchlik tayfun bo'rini hisoblanadi ekan. Tayfun bo'rinining ta'sirida Shanxay shahrida umumyuzlik qor yomg'ir yoqqan bo'lib, shamol kuchi 9 balga yetgan. Ofatdan saqlanish uchun Shanxay shahrida hozirgacha jami 250 ming kishi tarqoqlashtirilgan. Dengiz portiga panohlanish uchun to'xtatilgan paraxodlarning soni 2800 ga yetgan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu qatimliq tayfun bo'rinining soatiga taxminan 15 kilometrlik sur'at bilan shimolga qarab ilgirlab, bara-bara ojizlaydiganligi mo'ljallangan. Carrie Lam namoyishchilar sababli Hong Kong iqtisodiy krizisga duch kelganligini bildirdi. BBC kanalining tunugungi xabarda ko'rsatilishicha, Hong Kong alohida rayoni boshlig'i Carrie Lam muxbirlarga Hong Kong vaziyati haqida to'xtalib, namoyishning iqtisodiy krizis keltirib chiqarishga boshlaganligini bildirdi. U so'zda bu qatimqi namoyishlarning 22 yildan buyongi eng cho'ng, eng uzunga suzilgan namoyishlar ekanligini, zo'ravonlik harakatlarga hargizmi bosh egmaydiganligini, shundaqla agar vaziyat borgan sari yomonlashsa, Xitoy doiralarining buningga qarab turmaydiganligini bildirdi. Hong Kong doiralarining muxbirlarga bildirishicha, 2 oydan beri davomlashayotgan namoyish, ish tashlash, qatnash yo'llarini egallash qatorliq voqealar Hong Kong iqtisodiga ro'shan ta'sir ko'rsatgan bo'lib, bir qism sohalardagi savdoning to'vanlash nisbati 20% dan 50% atrofida bo'lganligi mo'ljallandi. Yana bir qism davlatlar Hong Kongga qarata sayohat ogohlantirishi chiqargan bo'lib, sayohatchilar zo'r miqdorda ozlab ketgan. Xabarda yana Hong Kongdagi Xitoy tarafdorlarining bu hafta oxirida soqchilarni qo'llash kuni faoliyati tashkillab, soqchilardan hol so'ramoqchi bo'lganligi, shundaqla har qaysi joylarga o'rnatish uchun 12 ming Xitoy bayrog'i tayyorlaganligi bildirildi. Dunyoga donliq da'vatchi Zakir Naik Uyg'ur masalasi haqida atrofliq to'xtaldi. 9-avgust juma kuni o'zining yorqin da'vatlari bilan dunyoga tunilgan da'vatchi Zakir Naik Malayziyada o'tkazilgan islamofobiya haqidagi cho'ng yig'inda Uyg'ur masalasi haqida tafsiliy to'xtaldi. U so'zining 11 minutdan ko'proq qismini Uyg'urlarga ayirgan bo'lib, bugun yer yuzida Uyg'urlarda qattiq zulm chekayotgan hech qanday musulmonning yo'q ekanligini ta'kidladi.
Dunyoning har qanday joyidagi, hatto ishg'ol ostidagi joylardami musulmonlar hech bo'lmasa namozini o'qiy oladiganligi, ro'zasini tuta oladiganligi, Qur'on o'qiy oladiganligi qatorliqlarni sanab kelib, ammo Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda bulardan so'z echish mumkin emasligini bildirdi. U so'zning davomida yana Uyg'urlarning turk irqiga tava turklar ekanligini va Xitoy tomonidan ishg'ol qilinganligini ta'kidladi. Va ishg'ol qilingandan buyon qattiq zulm bo'layotgan bo'lsa-mu, 2016-yildan boshlab bu zulmning darajasi texmo eshib borganligi, 2017-yildan boshlab axborotda keng oshkorlanishga boshlaganligini, Xitoyning Uyg'urlarni jazo lagerlariga solab tasvirligisiz zulm elib berayotganligini, mushundaq echinishli holda bo'lishiga qaramay, G'arb davlatlaridan 22 davlatning Xitoyni ayblab maktub yozganligiga qarshi, ichida o'nlagan musulmon davlatlarini o'z ichiga olgan 37 davlatning Xitoyning zulmini qo'llaganligini bildirdi va musulmon davlatlarning o'z qarindoshlari uchrayotgan bu zulmga sherik bo'lganligini ifodaladi va ularning Rasulullohning ta'limotiga ochiq qarshi chiqqanligini, chunki dunyodagi har qanday musulmon xuddi bir badanga o'xshaydiganligini, badanning har qanday yerida og'riq bo'lsa, butun badan uningga beorom bo'lgandek beorom bo'lishi kerakligini bildirdi. Va Allohga shukrlar bo'lsinki, Malayziya Xitoyga sherik bo'lgan davlatlarning ichida bo'lmadi deganlarni qo'shib qo'ydi. More than 40% of the countries which supported China, saying that what you're doing is right against the Muslims, what you're torturing them is correct, it is anti-terrorism, they were Muslims. Assalamu alaikum ya ikhwanana al-aziz fil alam. Arab islom allariga Sharq Turkiston masalasini to'nitish davomlashmoqda. Sharq Turkiston ulamolar birligidagi diniy zotlar Arab islom dunyosiga Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini texmo keng yo'sinda to'nitish uchun tashviqotlarni kuchaytirishga boshladi. Sharq Turkiston ulamolar birligi va sirtidan bo'lgan olimlardan Ahmadjon Damollam, Muhammadjon, Abdulla Qarim, Abdulla Damollam, Ablajon Damollam va Ali Akbar Damollam qatorliqlar bir necha kun burun ijtimoiy taratqular orqali arabcha qisqa bayonot e'lon qilib, Arab islom dunyosini Xitoy mollarini boyqut qilishga chaqirdi. Ular so'zida Xitoyning Sharq Turkistondagi masjidlarni yiqitib, Qur'onlarni ko'ydirayotganligini, diniy ulamolarni musulmonlarni e'tiqodi sababli turmalarga tashlayotganligini bildirib o'tdi va islom dunyosini Xitoy mollarini setib olmaslikka va ishlatmaslikka chaqiriq qilishdi. Undan boshqa Sharq Turkiston ulamolar birligidan Mahmud Damollam tunugun Iroqning Istanbulga joylashgan Rafidayn kanalining maxsus programmasiga taklif bilan qatnashib, Sharq Turkiston masalasini tunishtirib o'tdi. U programmada Uyg'urlarning va Sharq Turkistonning tarixini, hozirgi vaziyatini, Xitoyning yurgizayotgan siyosatlarining maqsad nishonlarini tafsiliy tushuntirib, ularning jinoyatlarini fosh qildi. هم أحدثوا ما يسمى استيطان، أتوا بالصينيين الهان من داخل الصين وسكنوهم وأعطوهم أراضي ومميزات لجذبهم وتشجيعهم للمجيء إلى هذه المنطقة. ولذلك كان عدد الأيغوريين والمسلمين في الخمسينات عددهم أكثر من 90. Hidayatullah Oğuzxan Türkiye Sharq Turkistonliklarning vatando'ri dedi. Anatoliya agentligi to'ri tunugun Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidayatullah Oğuzxanning so'zini ilova qilgan Türkiye Sharq Turkistonliklarning vatando'ri sarlavalik xabar e'lon qildi. Xabarda ziyoratni qabul qilgan Hidayatullah Oğuzxan apandi yaqinqi bir mezgil ichida Turkiyadagi Uyg'urlarning Xitoyga qaytirilishi haqidagi xabarlarning nisbatan ko'payib qolganligini, bu sababdan kishilarning andishisi kuchayib qolganligini, amaliyotda bo'lsa ma'lum sabablar tufaylidan vaqtliq tutib turiladigan ahvolning bo'lib turadiganligini, bunday kishilarning oxirida qo'yib etilganligini bildirdi. U so'zda yana yaqinda ichki ishlar ministri Sulaymon Soyluni ziyorat qilganligini, hozirgacha 16 mingdan ortiq kishining uzun muddatlik turish ruxsati olganligini, qolgan 2500 kishining arxivlarining topshirilib bo'linganligini bildirgan. U oxirida Turkiyaning Sharq Turkistonliklarining vatani ekanligini, shunga xalqning bexatarligidan behuda andisha qilmaslikni, shundaqla asossiz xabarlarga oldirib ishonmasligi kerakligini ta'kidlagan. Amerika dehqonlari Xitoy bozoridan voz kechdi. Apollo to'rining tunugungi xabarda bildirishicha, Amerikadagi purchoq o'stirayotgan dehqonlar Xitoy bozoridan voz kechib, boshqa mahsulot turlariga ko'chgan. Amerika Xitoy savdo urushining kaskinlashishiga va Amerikaning o'stirgan tamojni bejidan keyin Xitoy purchoq ehtiyojini qamdash uchun Braziliyadan import qilishga boshlagan. Ammo g'oyat zo'r ehtiyoj tufaylidan Braziliyaning purchoq bahosi o'sib ketgan.
Amerika prezidenti Trumpning Xitoyga qo'ygan talablaridan biri Amerikaning yezi egilik mahsulotlarini ko'plab sotib olish bo'lib, Xitoy bu talabga izchil amal qilmay kelgan. Savdo urushining uzrab ketishiga ergashib, Amerikadagi dehqonlar eng cho'ng xaridori bo'lgan Xitoydan voz kechib, purchoq terishni to'xtatgan va Amerika bozori ehtiyojli bo'lgan boshqa mahsulotlarni terishga o'zgargan. Xabarda ko'rsatilishicha, garchi Amerika dehqonlari savdo urushining ta'siriga eng kuchli uchragan bo'lsa-mu, ammo 80% dehqonlar yanada Trumpning Xitoy siyosatini qo'llaydi ekan. Suriya chegarasiga harbiy avtomobil otryadlari avatilmoqda. Turkiyaning Suriya chegarasidagi qismlarga zapas shaklda avatilgan harbiy avtomobil otryadi Shanli-Urfaning Oqcha qal'a va Suruch noyasiga yetib bordi. Türkiye Ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Turkiyadagi o'xshamagan qismlardan avatilgan raketa qo'yib berish uskunasi sistemasi va o'q-to'ri qachilangan 15 harbiy avtomobildan tashkil topgan otryad Shanli-Urfaning Oqcha qal'a va Suruch noyasiga yetib bordi. Iginicha bu harbiy aslahalar chegara liniyalaridagi qismlarga topshirib berilgan. Qadrli qarindoshlar, xo'shishdan burun albatta Qurban hayitdak bundaq bir ulug' kunlarda masalan xo'shalik qiladigan, chekranlarga tabassum yugurtiradigan ko'plab xabarlarni sunamaganligimizni afsuslanamiz. Inshaalloh mushu ekrandan yana vatanimizning ozod bo'lganligini sunamiz inshaalloh bir kuni. Buningga ishonchinglar komil bo'lsin. Ammo bugun mushundaq bir ulug' kunlarda musulmonlar tuprog'idagi bu Allohning keng zaminlari ichidagi Hindiston tuprog'ida musulmonlar ko'p yashaydigan bu rayonda chekilgan bir bovoy uning ustiga oqsoqolliq balki 70 yoshlar atrofida bo'lishi mumkin. Bu bovoyning motosiklet ustida ko'rsatgan nihoyat qiziqarli har xil mahoratlarini ekranga sunish bilan chekranlarga biroz bo'lsa tabassum yugurtishni o'ylashdik. Yoqtirishinglarni umid qilamiz. Qani marhamat. नग़्मा वफ़ा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh bu go'zal hayitni xo'shal xo'ramlik bilan, tinch amonlik bilan o'tkazishinglarga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.